Assalomu alaykum. O'zlaringiz bilasizlar, har yil Rossiyada yanvar oyidan boshlab patent narxlari o'zgaradi va ko'plab shaharlarda narxlari ko'tariladi. Shuningdek, bugun ham Tomsk viloyatida ham patent narxi oshishi e'lon qilindi. Tomsk viloyati migrant ishchilari uchun patent narxini oyiga 10.500 rublgacha oshirishni rejalashtirmoqda. Bu mintaqaviy byudjet daromadlarini taxminan 2026-yilda 50 million rublga ko'paytirishga hissa qo'shadi. Ushbu hisob-kitoblar viloyat dumasi yig'ilishida muhokama qilindi. Qonunga ko'ra patent narxini har bir viloyatni, har bir mintaqani o'zi belgilaydi. Tomsk viloyat hokimiyati bu ishda migrantlarning mahalliy aholidan oladigan daromadlarini miqdorini to'lash tenglashtirilgan holda to'lash kerakligini bildirdi. Shuningdek, mintaqaning xorijiy fuqarolarining farzandlari sog'liqni saqlash tizimi xarajatlarini ham hisobga olib narxlar oshiriladi. Deputat Aleksandr Kupryanskiyning ta'kidlashicha, patentlardan olinadigan umumiy daromad 2026-yilda Tomskda taxminan 440 million rublni tashkil etishi mumkin. Yakuniy qaror keyingi yig'ilishda qabul qilar ekan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Sizni viloyatingizda patent narxi oshishi haqida qaror qabul qilindimi? Kommentariyada yozib qo'ying va obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Salomat bo'ling.